bitta ayol 10 ta erkakdan ham xavfli va uddaburro bo'lishi mumkinmi? Shu paytgacha bu ayol aytganlarini amalga oshirdi. Qancha urinmay unga qarshilik qila olmadim. O'zingni Xurram Sulton bilan tenglashtirma. Hali ko'p alamli kunlarni boshdan kechirasan. Qanday ayol bu o'zi? Hech nima qilib bo'lmaydi uni. Bir kun kelib dunyoni u boshqarsa hayron bo'lmayman. Butun olam qarshingizda tiz cho'kadi. Dunyoni siz boshqarasiz qiladi. Xurram Sultonni zaif tomonini topdingmi? Afsus, rais. Hukmdorimizdan a'lo o'zini qo'riqlarkan.